Yangi yo'nalishda bugun YouTube kanalida yuritmoqchiman. Zaminni yaratgan qudratli ul zot zo'r ishlov berganmish odam atoga. Bir juftlik yaratay deb yana bot sal kechroq jon berdi momo havoga. Allohning oldiga kelib farishta dedi: ayolga nechuk ko'p vaqt sarf etding? Allohim sababini aytibdi asta: farishtam, o'rinli savol berding. Aslida ayolni yaratish uchun e'tibor bergayman ko'p jihatiga. Ayolga baxsh etib ming erkak kuchun yarasin deymanda er xizmatiga. U osmon yuvilar ohori ketmas. Yelimday yopishqoq bo'lishi lozim 200 harakat, bil unga yetmas. Mukammal bo'lishim xohlayman o'zim. Jozibador bo'lsin qaddi qomati, 18 soatlab ishlasa ham. Ayolga muhimdir erning xizmati, sindirab qo'ymasin boshga tushsa g'am. Imkoniyat berdim ona bo'lishiga. Jajji farzandlarini bosib bag'riga, u majburdir qismatga asta ko'nishga. Sabr kuchli davo uning dardiga. Oyoq qo'llarini og'ritib sanay shukr qilarmikan sinovlarimga. Metinday matonat baxshida etay, istig'for aytsin deb gunohlariga. Farishta ajablanib hayratda qoldi, bir kunlik sinoving ko'p-ku ayolga. Allohdan yetarli javob ham oldi. Ayol ham berilgay shirin xayolga. Farishta ajablanib hayratda qoldi. Yakunlamay uni bugun yo erta u mening suyukli bandam bo'ladi. Farzandlar tug'sa ham kami 3-4 ko'rasan hali ko'p umr ko'radi. Farishta ayolga borib yaqinroq teginib ko'rib so'ng dedi Allohga: yo Robbim, bunchalar etmasang yumshoq, nahotki bardoshi yetar